Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi o'quv mashg'ulotimiz o'sha tashkilotlarda buxgalteriya hisob fanidan quyidagi mavzu bo'yicha tushunchalar berib o'tib ketaman. Mavzuyimiz byudjet tashkilotlarida buxgalter kasbiga qo'yilgan talablar mavzusi bo'lib, byudjet tashkilotlarida buxgalter kasbiga qo'yilgan talablar va bosh hisobchining vazifalari quyidagilardan iborat. O'zbekiston Respublikasida buxgalter hisobini tashkil qilishga byudjet tashkilotining rahbari bevosita javobgardir. Byudjet tashkilotida buxgalter hisobini bosh buxgalter tomonidan boshqariladigan buxgalteriya amalga oshiradi. Byudjet tashkilotining bosh buxgalteri tashkilot rahbari tomonidan, agar yuqori tashkilot bo'lsa, uning rahbari va bosh buxgalteri bilan kelishilib tayinlanadi yoki lavozimidan ozod qilinadi. Byudjet tashkilotining bosh buxgalteri to'g'ridan-to'g'ri mazkur byudjet tashkilotining rahbariga buxgalteriya hisob va hisobotni tashkil qilish masalalari bo'yicha esa yuqori tashkilotning bosh buxgalteriga bo'ysunadi. Bosh hisobchi vazifasiga tayin etilganda ishni qabul qilish yoki ozod etilganda ishni topshirish hujjat, ya'ni akt bilan rasmiylashtiriladi. Bosh hisobchi byudjet tashkiloti tizimida moddiy, mehnat va moliyaviy zaxiralardan samarali foydalanish, davlat mulkini ehtiyot qilish maqsadida hisob-kitob ishlarini tashkil etadi, hisobga olish va hisobot ishlarini yo'lga qo'yishga metodik rahbarlik qiladi. Hisoblash texnikasi, hisobga olishning istiqbolli shakl va usullarini qo'llaydi. Hisobchi xodimlarning kasb mahorati va ijodiy faoliyatini ko'tarishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqadi. Amaliy nazorat va ishda tezkorlikni ta'minlaydi. Byudjet tashkilotida buxgalterlik va hisob-kitob ishlariga metodik rahbarlik qiladi hamda istiqbolli ish shakllari va usullarini tatbiq etish bo'yicha bo'lim ish rejalarini va tadbirlarini ishlab chiqadi. Shu bilan birga mazkur hisob-kitob, hisobot ishlarini innovatsion texnologiyalar asosida avtomatlashtirish vositalaridan foydalanishni tashkil etadi. Asosiy mulklar va moddiy boyliklarning ehtiyotlab saqlanishi va samarali foydalanishni ustidan nazorat o'rnatadi. Dastlabki hisob-kitob hujjatlarini yagona uslubini joriy etish ishlarini nazorat qiladi. Bundan tashqari bo'lim bo'yicha yakuniy hisobotlarni tekshirib, ko'rsatilgan vaqtlarda tegishli joylarga yetkazib berishni ta'minlaydi. Buxgalteriya bo'lim boshlig'ining malaka talablari esa quyidagilardan iborat bo'lib, demak biz ularni sanab o'tamiz. Ya'ni bo'lim boshlig'i lavozimiga tayinlanadigan xodim kamida bakalavr yoki magistrlik darajasiga buxgalteriya hisob mutaxassisi bo'lishi bilan bir qatorda mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil ishlagan bo'lishi kerak. Ba'zi hollarda kuchli iqtidor sohibi bo'lsagina uni byudjet tashkiloti buxgalter mutaxassisligi doirasida ishlash vaqtini 5 yildan kamaytirish yoki yo'qqa chiqarish mumkin. Ikkinchidan, yuqori tashkilotlardan keladigan va bo'lim faoliyatiga aloqador nizomlar, yo'riqnomalar va boshqa normativ hujjatlarni bilishi zarur. Uchinchidan, hech bo'lmaganda debet, kredit, foyda, zarar, hisobot, jarima, javobgarlik, mas'uliyat kabilar borasida kasbdoshlariga o'rnak bo'la oladigan ma'naviyatli inson bo'lishi lozim. Har qanday muomala mazmuni bo'yicha buxgalteriya ikki yoqlama yozuvlarni amalga oshirishni bilishi shart. Bo'lim boshlig'i ishda bo'lmagan davrda, masalan safarda, ta'tilda yoki betob bo'lganida uning vazifasini yetakchi mutaxassislardan biri bajaradi va bu holat byudjet tashkiloti bo'yicha buyruq bilan rasmiylashtiriladi. Byudjet tashkiloti bosh hisobchisining javobgarligi quyidagilardan gavdalanadi va quyidagilardan iboratdir. Birinchidan, bosh hisobchi o'z faoliyatida Vazirlar Mahkamasining qarorlari, nizomlari, korxona nizomi, bosh hisobchilar haqidagi yo'riqnoma, hay'at qarorlari, byudjet tashkiloti direktorining barcha buyruqlariga qonun doirasida rioya qiladi. Ikkinchidan esa buxgalterlik hisobotlarni o'z vaqtida va aniq tuzib,
manzillarga jo'natishni nazorat qiladi. 3-dan, xarajat uchun olingan mablag'larning to'g'ri va o'z vaqtida hisobga olinishini doimiy tarzda nazorat qilib boradi. Lavozim bo'yicha uning zimmasiga yuklangan vazifalarni o'z vaqtida va sifatli bajarishiga mas'uldir. 5-dan, mehnat va moliyaviy intizomning korxona ichki tartib qoidalarining bajarilishiga mas'uldir. 6-dan, mehnatni muhofaza qilish, texnika va yong'inga qarshi xavfsizlik qoidalarini ishlab chiqarish sanitariyasi talablarining benuqson bajarilishiga mas'uldir. Shuningdek, berilgan yoki jo'natilgan hujjatlar belgilangan ijro intizomi talablari doirasida bajarilishini doimiy tarzda nazorat qilib, monitoringini olib boradi. Budjet tashkilotida topshiriqlarning berilishi hamda ularning ijrosi yuzasidan hisobotlarni talab qilishda bosh hisobchi to'g'ridan-to'g'ri rahbardan topshiriqlar olib, u bo'yicha hujjatlar ijrosini ta'minlashi zarur. Rahbarning barcha muavinlari bosh hisobchi ustidan buyruq berishlari yoki g'azna ishlarini nazorat qilishlari mumkin emas. Agar tashkilot rahbari buyruq chiqarish orqali rasmiy ko'rinish kiritiladigan bo'lsa, shunda ham nazorat organlari mutaxassislari jalb qilinsagina a'zo sifatida tekshirish komissiyasida qatnashishlari, kuzatuvchi sifatida taalluqli masalalarda ishtirok etishlari mantiqqa to'g'ri keladi. Bosh hisobchi moliyaviy ishlar g'azna ijrosi yuzasidan rahbarning barcha muavinlari boshqarma bo'limlaridan davriy hisobotlarni talab qilishga, tasdiqlangan smeta xarajatlarini g'azna talablari doirasida nazoratga mas'ul hisoblanadi. Bundan tashqari yana bosh buxgalter maxfiylikni buzganlik uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuningdek, buxgalteriya hujjatlarini saqlash va registrlar, mikrofirmalar yoki kompyuter hisobi moliyaviy ma'lumotlari kamida 3 yil moliyaviy hisobot esa me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan muddat mobaynida saqlanadi. Undan tashqari, buxgalteriya hujjatlarini olib qo'yish yuqori vakolatli davlat nazorat organlari tomonidan chiqarilgan hujjatlarga muvofiq amalga oshiriladi. Pul, tovar-moddiy va boshqa boyliklarni qabul qilish va berish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan hujjatlar, korxona, muassasa va tashkilotning kredit va hisob-kitob majburiyatlari, shuningdek buxgalteriya hisobotlari va balanslari rahbar tomonidan yoki belgilaydigan shaxslar tomonidan imzolanadi. Rahbar imzolash huquqiga ega bo'lgan shaxslarning 2 ro'yxatini tasdiqlaydi. Birinchi ro'yxatga rahbarlik vazifalarini amalga oshiruvchi shaxslar, ya'ni rahbar, birinchi o'rinbosari, ikkinchisiga esa buxgalteriya hisobi va moliyaviy boshqarish vazifalarini amalga oshiruvchi shaxslar kiritiladi. Budjet tashkiloti rahbari va boshqa hisobchisining imzosi bo'lmagan hujjatlar haqiqiy hisoblanmaydi. Bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.